Hurmatli muxlislar, bugungi qurut o'yinimizni boshladik. Mana Farg'onadan ukamiz tashrif buyuribdi. Ismlari Olimjon. Olimjon mana shu qurutni 1 minutda yuboring. 4,5 million so'mgacha yutuqqa ega bo'ling. 1, 2, 3 boshladik. 1 minutda yutib olsangiz hamma yutuqni oling. 1.20 da yesiz 200 ming so'mga ega bo'ling. Homiylar tanishtirib o'taman. Tezda Farhod idish tovoq 200 minglik sovg'a beryapti. Quvasoy Travel 400 minglik tur beryapti. Janob Semishga 200 minglik Semishga. Sevinch savdo markazimiz 200 minglik podarka. Sardor Burger 200 minglik hot dog. Quvasoy shashlik 200 minglik shashlik. Osh markazi 100 ming osh. Xolasa pul. Baxtiyor qassob 300 mingga go'sht beryapti. 2 kilo 2 qop turibman. İstanbul kafe ham beryapti. Atdenli 200 minglik sovg'a. Osiyo kiz bog'chamizda bor 200 minglik sovg'a. Zafar ko'mirchi brat 1 qop ko'mir beryapti. Quvasoy sushi nomer 1 u ham 200 minglik narsa beryapti. Akva Mavlon akamiz beryapti 200 ming. Hamkor bank to'g'risidagi Bobirjon qo'shaylikmi? 1 minutdan keyin bitta tring qilib o'tib ketasan. Ana asosiy va tugadi. Azamat qo'shimcha vaqtga o'tdik. Mayli o'xshatmadi. Keyin Bahriddin degan ukamiz 100 ming pul tashab ketgan. Sovg'a sifatida. O'yinda ishtirok etish shart oson, shunchaki menga va homiylarga obuna bo'lib qolasizlar. O'yin vaqtimiz 6 dan keyin. Ukajon yutqizasiz. Azamat o'yin tugadi.